Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni ko'taryapman. Pensionerlarga pul qaytarilishi. Pensiya indeksatsiyasi va ayrim holatlarda odamlar nega o'zlariga tegishli pulni vaqtida olmagan bo'lishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor. Ota-onamiz. Bu bobolarimiz, qarindoshlarimiz yoki qo'shnilarimiz. Eng og'riqli joyi shuki, ko'pchilik pensionerlar pensiya miqdori qanday hisoblanishini, indeksatsiya qachon va qanday qo'shilishini, ortiqcha yoki kam to'lov bo'lsa, pulni qaytarib olish mumkinligini bilmaydi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nimalar o'zgardi, kimlar albatta tekshirish kerak, kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi, qaysi hujjatlar kerak, qayerga murojaat qilish kerak. Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotlar nafaqat sizga, balki yaqinlaringizga ham pulini qaytarib olishga yordam berishi mumkin. Avvalo, pensiya indeksatsiyasi nima ekanini oddiy qilib tushuntirib beraman. Indeksatsiya degani narxlar o'sishi, yashash xarajatlari ko'payishi, eng kam iste'mol xarajatlari va ish haqi miqdorlaridagi o'zgarishlar sababli pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishdir. Ya'ni davlat pensionerning daromadi butunlay muzlab qolmasligi uchun pensiyalarni ma'lum foizga oshiradi. Masalan, pensioner 1 million 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, indeksatsiyadan keyin bu miqdor 1 million 300 ming, 1 million 400 ming yoki undan ko'proq bo'lishi mumkin. Aniq raqam esa qaysi qaror asosida, qaysi sanadan, qaysi toifadagi pensiyaga nisbatan qo'llanilishiga bog'liq. Muammo shundaki, amaliyotda hamma pensioner ham o'ziga tegishli oshirilgan summani to'liq va vaqtida olavermaydi. Bunga bir nechta sabab bo'lishi mumkin. Birinchisi, tizimdagi ma'lumotlar to'liq bo'lmasligi. Ikkinchisi, pensionerning ish staji yoki ish haqi haqidagi arxiv hujjatlari o'z vaqtida kiritilmagan bo'lishi. Uchinchisi, nogironlik boquvchisini yo'qotganlik, yoshga doir pensiya yoki ustama to'lovlar bo'yicha alohida qoidalar noto'g'ri qo'llangan bo'lishi. To'rtinchisi, pensioner o'zi murojaat qilmagani uchun qayta hisoblash kechikkan bo'lishi mumkin. Mana shu joyda aldov degan gaplar paydo bo'ladi. Men bu so'zni ehtiyotkorlik bilan ishlataman. Har doim ham kimdir ataylab aldadi deb aytish to'g'ri emas. Lekin pensioner o'z huquqini bilmasa, natijada o'ziga tegishli pulni ola olmay qoladi. Tashqi ko'rinishda hammasi qonuniydek tuyuladi, lekin ichiga kirib tekshirsangiz, indeksatsiya noto'g'ri qo'llangan, ish staji kam ko'rsatilgan. Ustama hisoblanmagan yoki qayta hisoblash uchun asos bo'lgan hujjat e'tibordan chetda qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bugun sizga aynan tekshirish yo'lini ko'rsataman. Oldin pensionerlar ko'pincha pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan borib, navbatda turib, hujjat topshirib, o'ylab javob kutishardi. Ko'p ma'lumotlar qog'oz arxivlarda saqlangani uchun eski ish joyidan ma'lumotnoma olish juda qiyin bo'lardi. Masalan, korxona tugatilgan, arxiv boshqa tumanga topshirilgan, ish haqi qaydlari yo'qolgan yoki familiya o'zgargan bo'lishi mumkin. Shunday holatlarda pensioner hujjat topilmadi degan javobni olib, indamay ketib qolardi. Hozir esa vaziyat asta-sekin o'zgaryapti. Davlat xizmatlari markazlari, elektron hukumat portallari, idoralararo ma'lumot almashinuvi, bank kartalari orqali to'lovlar, elektron arxivlar ko'paydi. Endi pensioner o'z pensiyasi qanday hisoblanganini tekshirtirish imkoniyatiga ko'proq ega. Ayrim holatlarda qayta hisob-kitob avtomatik qilinadi, lekin barcha holatda ham avtomatik bo'lmaydi. Ayniqsa eski staj, sobiq sovxoz kolxoz davridagi ishlar, harbiy xizmat, bola parvarishi davri zararli mehnat sharoitidagi ishlar, imtiyozli ustamalar va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha pensionerning o'zi faollik ko'rsatishi kerak bo'ladi. Eng muhim o'zgarishlardan biri shuki, bugun odamlar ma'lumot so'rash, yozma javob talab qilish, qayta hisoblash arizasi berish. Noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, farq summasini undirish imkoniyatiga ega. Ya'ni siz menga shuncha pensiya chiqdi, demak shu ekan deb jim yurmasligingiz kerak. Pensiya bu ehson emas, bu sizning mehnat stajingiz, to'lagan badallaringiz. Qonuniy huquqingiz asosida belgilanadigan to'lov. Agar xato bo'lsa, uni tuzatish mumkin. Birinchi navbatda pensiyaga chiqqandan keyin biror marta ham pensiya hisob-kitobini tekshirtirmaganlar albatta e'tibor bersin. Masalan, odam 2016 yilda pensiyaga chiqqan, undan keyin bir necha marta pensiyalar oshgan, indeksatsiya bo'lgan, lekin u faqat kartasiga tushgan pulni ko'rib kelgan. U oshsa oshyapti, kamaysa yo'q deb o'ylaydi. Ammo indeksatsiya bazaviy miqdorga to'g'ri qo'llanganmi?
ustama ham oshirilganmi, eng kam pensiya darajasiga yetkazilganmi, bularni tekshirmagan. Mana shunday pensionerda kam to'lov bo'lish ehtimoli bor. Ikkinchi guruh. Pensiyaga chiqishda ish staji to'liq kiritilmagan odamlar. Misol keltiraman. Deylik, opa 30 yil ishlagan. Lekin hujjat topshirganda faqat 24 yili tasdiqlangan, 6 yil uchun arxivdan ma'lumot topilmagan. Pensiya 24 yil asosida hisoblangan. Keyin oradan vaqt o'tib, arxiv hujjati topildi yoki elektron bazaga kiritildi. Agar opa qayta hisoblash uchun murojaat qilmasa, unga pensiya avtomatik oshmasligi mumkin. Agar murojaat qilsa va staj tasdiqlansa, pensiya miqdori oshadi. Ba'zi holatlarda esa oldingi davr uchun farq summasi ham to'lanishi mumkin. Lekin bu qaysi sanadan huquq paydo bo'lgani va ariza qachon berilganiga bog'liq. Uchinchi guruh pensiya yoshiga yetgandan keyin ham ishlagan pensionerlar. Ko'pchilik men pensiyaga chiqdim, lekin yana 3 yil ishladim. Endi pensiyam oshadimi deb so'raydi. Bu yerda muhim jihat bor. Ish davomida to'langan daromadlar staj va qayta hisoblash qoidalari amaldagi qonunchilikka qarab baholanadi. Har bir ishlagan yil avtomatik ravishda katta qo'shimcha beradi deb o'ylash noto'g'ri. Lekin ayrim holatlarda qo'shimcha ish davri pensiyani qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishda davom etgan pensionerlar mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotlari, soliq yoki ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni tekshirtirsin. 4-guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar. Nogironlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiyaga nogironlik bilan bog'liq ustamalar mavjud bo'lsa, guruh o'zgargan. Muddat uzaytirilgan, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi qarori yangilangan bo'lsa, to'lovlar ham o'zgarishi mumkin. Ikkinchi guruhdan birinchi guruhga o'tgan odamning parvarish bo'yicha yoki boshqa ustamalari qayta ko'rish kerak bo'lishi mumkin. Agar bu ma'lumot tizimga vaqtida tushmasa, pensioner bir necha oy kam pul olish ehtimoli bor. 5-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olgan oilalar. Bu holatda bolalar soni, ularning yoshi, o'qish joyi, kunduzgi ta'limda o'qishi, nogironligi bor yo'qligi juda muhim. Masalan, 18 yoshdan oshgan farzand kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim qoidalarga ko'ra to'lov davom etishi mumkin. Lekin o'qish haqidagi ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, pensiya to'xtatilishi yoki kamayishi mumkin. Keyin hujjat topshirilgach, qayta tiklash masalasi ko'riladi. Shu sababli o'quv yili boshida ma'lumotnomalarni kechiktirmaslik kerak. Endi raqamli misol qilamiz. Tasavvur qiling, otaxon 1.500.000 so'm pensiya olayotgan edi. Indeksatsiya natijasida uning pensiyasi 10% ga oshishi kerak bo'lsa, yangi miqdor 1.600.000 so'm bo'ladi. Agar tizimda faqat asosiy pensiyaga oshirish qo'llanib, biror ustama hisobga olinmasa, amalda unga 1.620.000 so'm tushishi mumkin. Farq 10.000 so'm. Bir oyda bu kichik ko'rinadi. Lekin 12 oyda 306.000 so'm bo'ladi. Agar xato 2 yil davom etsa, 720.000 so'm. Ba'zi oilalar uchun bu dori darmon. Kommunal to'lov yoki oziq-ovqat puli. Yana bir misol. Ayol 20 yil staj bilan pensiya chiqishi kerak edi. Lekin 25 yil tasdiqlandi. Har bir qo'shimcha yil pensiya formulasida muhim bo'lishi mumkin. Agar 3 yil staj keyin topilsa va hisoblanganda, qayta hisoblanganda pensiya oyiga 96.000 so'mga oshsa, bu yiliga 96.000 so'm degani. Agar odam 3 yil davomida kam olib kelgan bo'lsa, umumiy farq bir necha million so'mga yetishi mumkin. To'lovni qaysi davr uchun qaytarish qonun bilan belgilanadi. Lekin tekshirtirmasangiz, umuman hech narsa olmaysiz. Kimlar hozircha xavotir olmasa bo'ladi? Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz elektron bazada to'liq bo'lsa, pensiya tayinlanganda sizga hisob-kitob tushuntirilgan bo'lsa, indeksatsiyadan keyingi to'lovlaringiz qarordagi foiz va sanalarga mos oshgan bo'lsa, katta xavotirga hojat yo'q. Lekin baribir men yiliga kamida bir marta pensiya miqdorini tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki xato faqat eski pensionerlarda bo'ladi. Eng katta tuzoq shuki, odamlar hamma pensionerlarga bir xil pul qo'shiladi deb o'ylaydi. Aslida bunday emas. Indeksatsiya qarorlarida ba'zan foizli oshirish bo'ladi, ba'zan eng kam pensiya miqdori oshiriladi, ba'zan ayrim ustamalar alohida belgilanadi. Kimning pensiyasi minimal darajada bo'lsa, u boshqacha ta'sir ko'radi. Kimning pensiyasi yuqoriroq bo'lsa, u boshqacha. Nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, ijtimoiy nafaqa, yoshga doir pensiya bir-biridan farq qiladi. Shuning uchun qo'shningizga 200.000 so'm qo'shildi. Sizga 120.000 qo'shildi. Demak, sizni aldashdi degan xulosa darhol to'g'ri bo'lavermaydi. Avval hisob asosini ko'rish kerak.
Ikkinchi nozik jihat, ariza berilgan sana. Ba'zi holatlarda qayta hisoblash huquqi hujjat taqdim etilgan kundan yoki keyingi oydan boshlab qo'llanishi mumkin. Pensioner, men bu yerda 1905 yildan ishlaganman. Demak, 10 yil oldingi pulimni ham bering deydi. Lekin qonunchilikda orqaga qaytarib to'lashning aniq chegaralari bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjat topilgan zahoti kutmasdan murojaat qilish kerak. Bir oy kechiksangiz ham ayrim holatda bir oylik farqdan ayrilishingiz mumkin. Uchinchi tuzoq, og'zaki javobga ishonish. Pensioner bo'limga boradi. Xodim, sizga hech narsa chiqmaydi deydi. Odam qaytib ketadi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. Har doim yozma ariza bering va yozma javob oling. Nega? Chunki yozma javobda rad etish sababi ko'rsatiladi. Qaysi modda, qaysi hujjat, qaysi ma'lumot yetishmayapti. Shundan keyin siz xatoni to'g'rilashingiz, arxivdan qo'shimcha hujjat olib kelishingiz yoki yuqori tashkilotga shikoyat qilishingiz mumkin. Og'zaki gap esa havoda qoladi. 4-nozik jihat, bank kartasiga tushgan summa bilan hisoblangan pensiya bir xil ko'rinmasligi mumkin. Ba'zan qarzdorlik, aliment, ijro hujjati, ortiqcha to'langan pulni ushlab qolish, bank xizmatlari yoki boshqa ushlanmalar bo'lishi mumkin. Pensioner menga kam tushdi desa, avval hisoblangan yalpi pensiya va kartaga tushgan sof summa farqini aniqlash kerak. Agar ushlanma bo'lsa, uning asosi bormi? Qancha muddat ushlanadi? Qonuniymi? Bularni alohida tekshirish zarur. 5-masala, ortiqcha to'lov. Ba'zan aksincha, pensionerga xatolik bilan ko'proq to'lab yuborilgan bo'lishi mumkin. Keyin davlat organi bu pulni qaytarishni talab qiladi yoki pensiyadan ushlab qoladi. Bu holatda ham pensioner o'z huquqini bilishi kerak. Agar ortiqcha to'lov pensionerning aybi bilan bo'lmasa, ya'ni u noto'g'ri hujjat bermagan, ma'lumot yashirmagan bo'lsa, undirish tartibi boshqacha baholanishi mumkin. Lekin agar odam ishlayotganini, daromadini, o'qish tugaganini yoki nogironlik muddati tugaganini yashirgan bo'lsa, keyin qarzdorlik chiqishi mumkin. Shuning uchun har qanday o'zgarishni vaqtida ma'lum qilish kerak. 6-nozik jihat, familiya, ism, tug'ilgan sana. Mehnat daftarchasidagi xatolar. Juda ko'p arxiv muammolari aynan bitta harf sababli kelib chiqadi. Masalan, mehnat daftarchasida Karimova, pasportda Karimova Dilbar, arxiv ma'lumoti esa Karimova deya yozilgan yoki tug'ilgan yil noto'g'ri ko'rsatilgan. Bunday holatda idora bu hujjat sizniki ekanini tasdiqlang deyishi mumkin. Buning uchun sud orqali yuridik faktni belgilashga to'g'ri keladigan vaziyatlar ham bo'ladi. Bu qiyin tuyuladi, lekin imkonsiz emas. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz yoki yaqinlaringiz pensiya to'g'ri hisoblanganini tekshirmoqchi bo'lsangiz, birinchi qadam sifatida oxirgi 6 yoki 12 oyda qancha pensiya tushganini yozib chiqing. Bank ilovasidan ko'ring, SMS'larni tekshiring yoki bankdan ko'chirma oling. Har oy tushgan summani alohida yozing. Qaysi oyda oshgan, qaysi oyda kamaygan, qaysi oyda bir martalik to'lov bo'lganini belgilang. Ikkinchi qadam, pensiya ishi bo'yicha ma'lumot so'rang. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari kanallari orqali murojaat qilasiz. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdori, uning hisoblanish tartibi, ish stajim, hisobga olingan ish haqi davrlari, qo'llangan indeksatsiyalar va ustamalar bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Juda murakkab yozish shart emas. Muhimi, yozma javob so'rang. 3-qadam, hujjatlarni jamlang. Sizga odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, shu hujjat, mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, harbiy xizmat hujjatlari, diplom yoki o'qish davriga oid hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi guvohnoma kerak bo'lishi mumkin. Nogironlik bo'yicha esa tamak ma'lumotlari, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, farzandning o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. 4-qadam, eski stajni tekshiring. Mehnat daftarchangizdagi har bir yozuvni ko'rib chiqing. Ishga qabul qilingan sana bormi? Bo'shatilgan sana bormi? Buyruq raqami bormi? Korxona xona muhri bormi? Agar yozuv tushunarsiz bo'lsa, oldindan arxivga murojaat qiling. Korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini tuman hokimligi, arxiv bo'limi yoki tegishli tashkilotlardan so'rash mumkin. Eski sovxoz, kolxoz, zavod, kombinat, shirkat xo'jaligi hujjatlari ko'pincha hududiy arxivlarda bo'ladi. 5-qadam, qayta hisoblash arizasi bering. Agar sizda yangi hujjat topilgan bo'lsa yoki oldingi hisobda xato bor deb o'ylasangiz, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb
ariza yozing. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Arizani topshirganda kirim raqami oling yoki elektron yuborsangiz, tasdiq xabarnomasini saqlab qo'ying. Bu juda muhim. Chunki keyin muddatlar javobgarlik va to'lov sanasi aynan ariza topshirilgan kundan bog'liq bo'lishi mumkin. 6-qadam javobni tahlil qiling. Agar javobda asos yo'q deyilsa, nimaga asos yo'qligini ko'ring. Hujjat yetarli emas deyilsa, qaysi hujjat yetishmayapti? Staj tasdiqlanmadi deyilsa, nega tasdiqlanmadi? Ustama qo'llanmaydi deyilsa, qaysi norma bo'yicha? Agar javob tushunarsiz bo'lsa, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi organiga, adliya organlariga, davlat xizmatlari markaziga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bor. Men har doim shuni aytaman. Birinchi rad javobi bu oxirgi nuqta degani emas. 7-qadam huquqiy maslahat oling. Agar summa katta bo'lsa, masalan, bir necha million so'mlik farq chiqishi mumkin deb o'ylasangiz, yurist yoki pensiya masalalarini biladigan mutaxassis bilan maslahatlashing. Chunki bitta noto'g'ri yozilgan ariza yoki bitta yetishmagan hujjat ishni cho'zib yuboradi. Ayniqsa sud orqali stajni tasdiqlash, arxiv hujjatini sizga tegishli deb topish, rad javobini bekor qilish kabi ishlar bo'lsa, puxta tayyorgarlik kerak. 8-qadam yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar telefon ilovasini ishlata olmaydi. Ariza yozishga qiynaladi, navbatda turishga holi yo'q. Farzandlar, nevaralar, qo'shnilar yordam berishi kerak. Bir kun vaqt ajratib, buvingiz yoki otangizning pensiya hujjatlarini tartibga solib bering. Bir papka qiling. Pasport nusxasi, pensiya hujjati, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv javoblari, bank ko'chirmalari, yozma murojaatlar. Bu papka keyinchalik juda asqotadi. Yana bir amaliy maslahat, telefon orqali kelgan shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. Pensiyangizga pul qaytariladi, karta raqamingizni, SMS kodini ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech qachon SMS kod, bank karta paroli, PIN kod, ilova parolini hech kimga aytmang. Haqiqiy davlat organi sizdan SMS kod so'ramaydi. Pul qaytarilishi bo'lsa, u rasmiy tartibda ariza, qaror yoki hisob-kitob asosida amalga oshiriladi. Bugun men sizga eng muhim narsani tushuntirdim. Pensiya indeksatsiyasi hamma uchun bir xil ishlamaydi. Ayrim pensionerlarda kam to'lov, noto'g'ri hisob kiritilmagan, staj yoki qo'llanmagan ustama bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun vahimaga tushish emas, hujjatlarni tekshirish, yozma ma'lumot so'rash va zarur bo'lsa, qayta hisoblash arizasi berish kerak. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq oxirgi to'lovlarni tekshiring. Pensiya qanday hisoblanganini so'rang. Mehnat stajini ko'rib chiqing. O'z huquqingizni bilsangiz, hech kim sizga tegishli pulni e'tibordan chetda qoldira olmaydi. Izohlarda yozing. Sizda pensiya indeksatsiyasidan keyin pul oshdimi? Yoki aksincha tushunarsiz kamayish bo'ldimi? Qaysi viloyat yoki tumandasiz? Qanday muammoga duch keldingiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, bu bobolaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bugungi ma'lumot kimningdir oyma-oy yo'qotayotgan pulini qaytarishga sabab bo'lishi mumkin.